Nega tashlaysan? Hali yig'lab oldimga qaytasan. O'yin davom etadi yoki hamma o'ladi. Sen kimsan bizga shart qo'yadigan? Men shart qo'yaman. Sen boshlaysan. Nega men o'ynashim kerak? Mana bular o'ynasin. Hammasini shular boshladi. Ichkilik ham shundan chiqdi. Nega men boshlashim kerak? Bo'lmasam xotining tashlasin. Sen nima deyapsan? Nima? Mama shu zardami? Men tashlayman shu zarni. Nega tashlaysan? Bu nima bo'ldi endi bu? Bu yana qanaqa shart bu? Shart juda oson. Suvni ichinglar. Bor yo'g'i shumi? Suv ichsam bo'ldimi? Ketamanmi? Tezroq shu suvni ichib ketaylik dadasi uyga. Bu nohaqlik. Nega bularga oson shart tushyapti? Biz suvni ichamiz, ketamiz. Senlar o'lib ketlaring. Nima bu endi suv? Bular suv ichadi. Bo'ldi, ketadimi endi uyga? Nima? Senga alam qilyaptimi? Ichganinglar suvmas zahar edi. Ziddi zahar bir dor. Kim ichishni o'zinglardan bilasizlar. Sen biz ustimizdan kulyapsanmi? Bir dona ziddi zaharing uchun er-xotin bir bilan talashadi deb o'ylaysanmi? Aslo maqsadingga yetmaysan. Dadasi yo'lini topdim. Biz buni bo'lib ichamiz. Rostdan bo'lib ichamiz buni biz. Bo'lib ichamiz, ha shunday. Ziddi zahar bir kishiga. Buni gapiga ishonma. Bu bizni aldayapti. Ziddi zahar ekanimizga ham yetadi. Bo'lib ichamiz buni. Bir kishiga yetadi dedi-ku. Buni o'zim ichishim kerak. Farzandlarimga ona kerak. Men ular uchun yashashim kerak. Onasi, sen nimani o'ylayapsan? Bu ziddi zahar ekanimizga yetadi. Birinchi yarmini men ichay. Dadasi, menga ishoning. Men yarmini ichaman. Sizga qoldiraman. Menga ishoning. Nima qilib qo'yding? Bu ishlar zo'qamadek ichida. Nima qilding sen? Nima qilib qo'yding? Menga qoldirmadingmi? Meni o'ylamadingmi? Kechiring. Bolalarimiz uchun yashashim kerak edi. Kechiring. Men sizlarni sinagan edim. Ichganinglar ziddi zahar emas, asli zahar. Yo'q. O'lishni xohlamayman. Sen qo'rqma, bu yana nayrang qilyapti. O'zingni qo'lga ol. Ichim yonib ketyapti. Nafas olishim qiyinlashyapti. O'zingaki, qo'rqitma meni. Senga nima bo'lyapti?